Assalomu alaykum savodoshlar. Aleykümselam. Biz endi bu soat darsimizda Word 2010 dan foydalanib otkirka ishlash jarayonini so'zlaymiz. Otkirka bo'lsin, yoki bir tekstnoma bo'lsin, yoki bir taqdirnoma bo'lsin, ish qilib bir narsa ishlasak bo'ladi. Buningki jarayon biz hozir so'zlagan darsga o'xshab shu hozir so'zlagan darsimizda jiq farq etmaydi. Masalan, hozir biz otkirka ishlaylik, otkirka ishlagan bo'lsak, taqdirnoma ishlaymiz yoki tekstnoma ishlaymiz. Qanday ishimiz bo'laveradi? Agar biz hozir tekstnoma ishlagan bo'lsak, hozir biz tekstnoma ishlagan bo'lsak, siz mushu hozir ishlagan biz ishmash bo'lgan loyihadan foydalanib taqdirnoma ishlamisiz yoki otkirka ishlamisiz, bular jiq farq qilmaydi. Unda bo'lsa, biz avval bir taqdirnoma ishlaylik. Taqdirnoma ishlamdi yoki tekstnoma? Tekstnoma. Xo'sh. Unda bo'lsa, Taqdirnoma. bu tekstnoma ishlaylik. Unda bo'lsa darsimizniki 5'i avval betlaylaymiz. Yemen bujudan, yemen shejir kirdik. Hamda qog'ozning turini ma'orindan tanlab, qog'ozni yan to'qilmayotgan tanlab, betni etatmayotgan tanlasang bo'laverdi. Lekin mana buning mayani o'zimiz qo'lda oldirmay bekitib berdik, ha? Endi bet yan to'q bo'lsin, qog'oz uchun oziq qog'oz bo'lsin. Andan keyin har taraf orlig'i her taraf orlig'i 0 bo'lsin. Chunki buning sababi biz bu 0 qilish sababi biz xatni bevos yozmaymiz. Butunlay tekstdan tushirdim, tushundingizmi? Tushundim. Xo'sh. Endi betni qurib bo'ldik. Betimde ekranga o'chirib kesdim, mana shu yerdan mana yuzdan besib yoki bunday bo'lsin. Endi biz avval buning loyihasini tuzamiz. Masalan, taqdirnomniki biz bunda bo'lgan bo'lsa, endi bu yerga mana bir ta shakl. Biz tekstnoma ishlamoqchi hozir. Tekstnoma ishlasak, bu yerga marka bo'lsin bu yerda. Bu yerga bir marka. Mana bir marka chiqsin. Endi bu yerda bunda g'alati bo'lib tekstnoma shunaqa. Anondan keyin aslida buning tekstnoma mazmuni bo'ldi. Anondan keyin aslida faoliyatning mazmuni bo'ldi. Anondan keyin yana ma'lum tarafda tekstnomaniki yana o'rlash o'rin, yana mushu tekst qilingan o'rin, aloqa usullar chiqadi. Tushunaman? Ha. Xo'sh. Endi biz eng avval birinchi qadamda ma bet yuzini laylaymiz. Ma betning tekstini o'rashamiz. Tushundingizmi? Tushundim. Ikkinchi qadamda ma tekstnomaning o'zini chiqaramiz. Uchinchi qadamda maya bilan bayon o'rashamiz. To'rtinchi qadamda buni mana o'rashamiz. Beshinchi qadamda beshinchi qadamda mazmun tushundingizmi? Tushundim. Qaytdim. Beshinchi qadamda mazmun yozamiz. Şu an eng avval teknik qismini boshlab ishlaymiz. Avval ustini ishlab, undan keyin teknik ishlaymansangiz, endi ma o'yiniki ma ulun ishlab bo'lib, undan keyin ustini ishlamiz qilmaydi. Lekin buni avval ustini ishlab bo'lib, undan keyin teknikni boshlab, bunday jon shoq kelsinmi, yana teknikni boshlab ishlab kelsinmi? Endi qavatniki shu
Betning yüzdeki mazmundan qavatga ilgili kellik o'rnini almashtirib ishlashni bo'ladi, lekin eng yaxshisi tartib bo'yicha ish qilib o'rganadi. Shuning uchun biz birinchi qadamda betning bejinsini ishlaymiz, ha? Betning bejins tushundingizmi? Endi yemen buji kirgandan keyin bundan yebinkon. Avval yemen yensidan betninki texnikninki rangini tanlab oldi. Mava sizin kirib bu yerdan boshqa men bo'ldi bir xil rang tanlaysiz bo'ldi. Mayadna. Marang bo'lsin. Bo'ldimi? Anandan keyin men yebinkondon betning atrofiga naqsh chiqarildi. Bo'ldimi? Xo'sh. Endi ikkinchi qadamda mana taksnomada xat yozgan o'rinni ishlaymiz. Taksnomada xat yozgan o'rinni ishlaymiz. Bu vaqtda biz charodan, mana Shinjon ishidan shaklsiz deymiz, ha? Avval shaklsiz deymiz. Mana shaklni tanlab sizinglar. Bu maya chiqsin. Hamda buningki rangini o'zimiz xohlagan tanlab berdik. Masalan, bu yerda o'zimiz yaragan rangdan tanlab ishlasak bo'ladi. Agarda bu yerda ta'minlangan rang biz yarmay qilib qolsa, bu yerda ta'minlangan biz yarmay qilib qolsa, o'zimiz tanlab beramiz. Buningki mana shu Shinjon yangi shaklninki, mana go'shistdan Shinjon yangi degan turdan mana ichki qismning rangini o'zgartirib beramiz. Bu yerdan majemben degan o'rinni qilsak ham bo'ladi, ha? Yoki asliki boshqa unum talab berib o'zimiz qo'shgan talab berdi. Masalan, shonsidan bir taraf seriq, bir taraf qizil bo'lsin. Endi bu yerdan rang mana tiyunish bo'lsin. Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi mas sizning rangi. Sizning rangi. Qarchikasa chiqib qoldi. Qizilni bosib Qizilchikasini chiqib qoldi. Bunlara bo'lsin. Endi buning sayisi bo'lmaydi. Sayisini elitli bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Xo'sh. Endi bo'lgan bo'lsa, biz buning ustiga tekstlarni xat yozamiz. Xatni mana 200 payim yozamiz, ha? Sizlar odatda ba'zi kompyuterda ma'no chiqib qoldi, ba'zi kompyuterda har xil chiroq chiqadi. Men ishlayotgan Wordniki, ustiga matarnanchi ko'rtani xat ko'rdingizmi? Shoma Word'da ba'zi xil o'lchamsiz-a. Shoma Mesela bir vaqt qilib ishlasak bo'laverdi. Masalan, buni besib bu yerga teknoma xat nusxasi Elkap Asiya bo'lsin. Buni muqimlashtirdim. Endi bu xatni o'zini biz o'zimiz ixtiyoriyatda qalon o'rin yuklab ishladigan xat bu. Shuning uchun mush xatninki ma go'shisin, zudun qanshanishidan ma'tun talab qildi. Buning o'zi ma'lum rasmning ustiga chiqmay rasmni asl kirib oldimi? Bundan bo'lsa buni besib, asliq rasm ustiga chiqmay shunaqa. Chiqmaganimiz qanday qilamiz? Ma shaklni Shinjon tanlab bu maqol olib undan buni mana chiqib o'tdi. Yoki bo'lmasa maqollar biz bo'lib yason biz ma yusni tanlab, yusni o'zini talab qilmaydi. Ma shaklli karimiz olmaydi. Yusni o'zini mandalab berdik. Chiqdimi? Chiqdi. Bu yerdan qisma shot endi ma shanfan, ha? Bu maydan bo'lsin. Hamda bu xat qarasini igik emas. Ma shakl qarasini igik qo'zroq. Bu ne? Masalan, men shagodan azar igib berdi. Ama xatni yenilab o'zimiz ixtiyoriyatda talab igib bermaydi. Ma o'zini tayyor shakllari, ha?
Buldun mu hava? Xatning rengi tabii. Xatning rengini bir xildan qo'yamiz. Qip-qizil. Xatning soyasini elitimiz. Hamda maqat bek ilk ekan. Bo'ldimi? Bo'ldi. Hamda. Uchinchi qadamda mana ishtirokga marka olamiz shunaqa. Marka olamiz. Markani ana biz o'zimiz bo'lsa tayyor qistirib ishlasak bo'ladi. Masalan, masalan mayaga markani tanlab berdik. Tanlab olgandan keyin bu rasm maya chiqdi. Bu resimni ham biz qistirdik. Bu resim PNG shakldagi atrofi kava kaladagi resim bu. Agar buni o'rniga ma resim uchib turlar, buni o'rniga siz JPG shaklga resim qistirang. Masalan, ma'nodagi. Mana resim tanlab qistirsangiz buni atrofi oq chiqib oldi. Tushundingizmi? Ham oq holatda chiqib qolgan resimning atrofini biz ilvatsiya bo'ldi buni atrofini. Hamda yenilama shu JPG holatga resim PNG holatga resimni olib ishlatdi. Bu resimni yutib, aslimiz PNG holatga resimni tanlab qistirdi. Hamda kumtaqsdan shiftni bestirib resimniki bo'lmoqda. Shiftni bestirib tassangiz katta holatda, ya'ni jumla holatda tortildi. Agarda shiftni bosmay turib tassangiz-chi, ma yuzning asalida jumla tortildi, lekin ma go'shisidan buning mazmuni qancha holatda tanlab bersak, qalon yuz ketavermaydi. Bu resimni maya chiqib berdi. Hamda kumtaqsdan oldin best emas, kontrol bestirib tasdiq bir nusxa ko'payishga bo'ldi buni. Andan keyin kumtaqsdan kontrol bestirib ma ikkisini o'rtaq tanlab oldikmi? Tanlab olgandan keyin buni ma duychidan ratlaymiz. Masalan, birsi paka, birsi egizib qolsa, ma duychidan buni ratli bo'ldi. Tushundingizmi? Bu bitti. Endi 3-bosqich bitib bo'ldi. 4-bosqich ramkasiz deymiz. Sharonchidan Shimjon jadval ismimizda ramkasiz deymiz. Bundan buni tashlab ko'rib boqaylik. Buni tashlab ko'rdik. Bu mayada bo'lsin. Endi bundan yana birsi bor mayada. Biz madima ustizlikni sizdik-ku. Ammo buni tashlab sizdik. Ma ikkisi qarasangiz, ma ikkisiniki farqini hozir bilasiz, ha? Ma ikkisini farqi. Endi ko'rdingizmi? Ma serxiyani. Bu ikkisini farq qilgan ekan, farq asosan yo'q deylik. Shunga qaysini ishlasak bo'laverdi. Tanlab uchuydi, qaysini sizlar. Hamda bu sizning ta'minlangan, ostini ta'minlangan elip shaklli bu. Farqi yo'q buniki. Machambar mansizmi? Odatda machambar sizmi taraf chiqmaydi. Mana o'zi nima deydi mayada? Eng yaqin ishilgan shakllanma bu. Unda bo'lsa, mayadagi mashakni talaydi. Mashakni mayad chiqdi, ha? Andan keyin asli yana bir yer bor mayada. Bundanlab mayad chiqadi. Ikkisi qarang. Ma serxan ko'rdingizmi? Bormikan? Ma serxan ko'rdingizmi? Mana bormikan? Yo'q, demak buning ma aslan qisminki mana bulun tashkil qilmaydi, tushundingizmi? Bulunni mana tashkil qilmaydi. Tushunib bo'ldimi? Xo'sh. Demak aslidagi ma'rifatniki ma bulun tashkil bo'lmaydi. Shunga hozir biz moshina ishlatdik. Mayadan mayakacha ta'rilsin, va
Hamda buningki tayyor rangini biz buningki shu shaklni go'shisidan o'zgartirib berdi. Ya barang shirdi. Mana ishlatib. Buni ishlatib, endi mashina ustiga ma'lum o'qim chekandan keyin buniki shujizishon to'shin go'shi buni bosamiz. Buni bosgandan keyin buniki mana bir qimmat bor. Mana ko'rasizmi? To'munda yana buniki suzlik darajasi. Azroq suzlik qilib berdi mana. 40% bo'lsin. Endi cho'dan bosdik. Suzlik bo'ldimi? Endi siz ma yemin vücudun batniki tektiga o'zini xalot shakldan birini qo'llaning masalan. Masalan mana xalot shakldan birini qo'llaning. Azroq ko'rinib takdi. Ko'rindi. Xo'sh. Ani suzlik qilsangiz mushaq farq bor buniki. Agar bunidan bakara suzlik qilmoqchi bo'lsangiz atmış bo'lma. Bunlar bo'lsin, ha? Bu nega chiqdi? Siziq tom ketdi. Siziq tom ketdi. Mas'ul bo'ja turaversin. Endi biz bu yerga mazmun yozamiz. Kun taqsini kontrol biz turib, buni tatib ko'paytirib oldi. Yana kontrol biz turib, yana buni ko'paytirib olma asta. Endi ustinqisi mayda bo'lsin. Aslan qismi. Endi mayaga biz mazmunni yozamiz. Men o'tirganman, o'tirmaskan shunaqa. Mana qaramaya. O'tirmaskan hozir. Endi bo'ldimi? Nima xatnimi? Baraqlam o'tirib qo'yibdi. Ha, bo'ldi. Endi biz bu shaklni talab olgandan keyin Charudin va Winmikon besib, buningki ma Winmikonning odat qismi besib. Buni bosgandan keyin bu maya chiqdi. Buni chiroqcha biz ma shaklni talab turib Winmikon qisgandan keyin shaklning o'zi Winmikonga olinish ketdi. Tushundingizmi? Shuning uchun asqadiyatda shaklni tanlamay turib, endi Winmikon qistiramiz. Bu vaqtda mayadagi shakl yo'qolib ketmaydi. Bayat yo'qolib ketgan-ku. Bu ma'lum kelsin, ha? Endi bu Winmikonninki xatning yo'nalishi o'ngdan to'g'rilansin, ikkiga o'xshash bo'lsin. O'ngdan boshlanib ikkiga o'xshash bo'lsin. Endi xatning nusxasini L-katibniki L-katib basımda xatni tushildi. Bundan sonra yazdı. Bu yerga mazmun bo'ldi. Azar chong bo'lsin. Saxo bo'ldi. Xatna rangimi shaqqar bo'laversin. Endi teksamiz biz birinchi kilo oldik. Teksamiz birinchi kilo olgandan keyin bunga nima go'shsin. Buningki ishiniki rangini yo'qolib o'tamiz. Bu yerdan siziqni ham yo'qolib o'tamiz.
Endi yine astığa. Ma tekstam kısmı bana talip durup bunun içindeki ma iş kur. Kurun beş ma iş kurdan başlansın. Atış birinci kılımız. Ana aslı keldik. Bunun o'zi ne? Matik samkisini yine konjun biz tutup astığa ikimiz biraz tutalım ketdi ya. Matik samkis yüzünü talayımız. Ya günümüzde matik samkis yüzünü Muşu tek samkis yüzünü küçülüp çaplayıp attık. Çaplamadan buna qanday qilamiz? Tek samkis yüzünü konjun sinası konjun binasını çaplamadi. Bu vaqtda biz konjun besi bevosita tortili. Bevosita vaqtda mana shu atrofidagi sirtli ramkani bil tortib ketdi-ku. Shuylar. Shuyib turib, ma teksamsa ma shaklni ichkisini asta yuklaydi. Hamda iyaga yes bo'lgandan keyin endi ostiga yana bir mazmun bor. Buni yana konjurimiz tutib ostiga tortamiz. Ko'paydi-ku. Ko'paygandan keyin tekstamni buni mazmunni azizli bo'lmasa mazmun topmaydi, ha? Buni ma kishirib nega to'g'rilaymiz? Oldu mu hava? Bunu hem de sel küçük kılıp hem de ma kurun arlığını hanşivetli. Fakat vakti 2014 yıl 2014 yıl birinci ayının 12. günü
o'rni ürün bir qo'l yuzda bo'ldi. Ma tutma. Eklemeyi. Kim olsa bununki üretilmiş cihetler sel XPS buluş mümkün. Mesela ama tekstam kısmını şekil üretilmiş cihettin tekstam kısmını tanlap durup bunu avalmış şu sırtıkı maşıncan şekil talıbılar. Şekil konjurumuz mantalıdı, konjurumuz aslan talıdı. Yine konjurumuz yine aslan talıdı. Talı bağının iken bunu ma görüşürsün. Ma düycarkılık. Çok güzel serpedik. Hem de püttüm ama bu. Bunu hem de dayıdan görüp bakalım ya. Muştak. Hoş. Hem de mayaz vermesi var. Siz ma betin kendiga renk algın şuna koy. Lekin ma dayıdan renk çıktı mı? Çıkmadı. Renk çıkmadı. Muşu dayıdan körmegen mezmun qog'ozi besilmaydi. Undan biz bunu qanday qilamiz? Ma venjandan ma shunsham kiramiz. Bunun ichidan avvalimiz dayıdan kirli ha. Biz dayınınki işi qararmasak hazır mayada bu mezmun ko'rinmadi. Hamda biz buni ham shu shunshangni ichidan topamiz. Shunshangni ichidan ma ko'rsatish. Ma ko'rsatishni ichi qaramasangiz, men ko'rimiz dayın shunshang. Ya'ni 5 ni tanlash. Buningdan dayın Beijing sıxı to'shang mo'shang oldiga belgi urib qo'yib turib, undan keyin ko'zini basgan bo'ldi. Ya'ni esingiz var, yodingiz yo'q, menimi buning belgi uribman, ha? Agar mening belgi qo'ysangiz, ma qarang. Bu hujjatninki xasig'ini, arqning xasig'ini besish. Men oldi belgi uribdi, endi men belgi urib qo'ydik. Arqning xasig'i nima degan vaqtda arqning xasig'i ma'nosi. Men o'sha qarsin arqning xasig'i mashat uchurdan besib berdi, ayrimlar qaqildi. Tushundingizmi? Endi biz dayıdan besib bakalım. Hem çıktı ma tekrar. Xo'sh. Şunu bilan majarayan tugidi. Endi ish yapamizlar. Bununki resim olganda. Buni chigma? Resim qisqa bo'ldi. Resim mushakil qisqani hozir biz qisqa resim mashqlar marka. Sağlamın mı okşayma? Yo'q, fotoğraf şeydi. Lekin WordPress'ni bilaverdi. Endi ishlamlar.